Assalomu alaykum. Uzumchilikka, bog'dachilikka qiziqadigan aka-ukalar va opa-singillar. Bugun 2026-yil 6-aprel sanasi. Xorazm viloyati Bog'ot tumanidan video syomka qilyapmiz. Biz o'zimizning bog'imizdagi uzumlarga 25-mart sanasida iskana paymon qilganmiz. Ya'ni qora novda ulaganmiz. Tagi xirmon uzum edi. Mana ulaganimiz bo'lsa, Preobражение hozir trenddagi uzumlardan biri, erta pishar, juda ham erta pishadi. O'sha uzumni ulaganmiz. Hozirgi holati, hozir 6-apreldagi holati. Mana 10-11 kunda mana shunday natijaga erishganmiz. Xudo xohlasa bu tutib ketdi degan umiddamiz. Qora novda ulaganmiz. Mana hozir bu yoqda ham bor, ko'rsataman. Mana Xudo xohlasa ulaganlarimiz 99% tutgan. Teparoqdan ulaganmiz. Nega deganda, teparoqdan ulashlarimiz sababi bor. Pastdan ulasangiz, Xorazm viloyatida sharoitda uzum ko'miladi, sovuq qattiq keladi. Shuning uchun biz teparoqdan ulaganmiz, ko'mganda sinmasligi uchun. Iloji boricha mana shunaqa yoshroq nimachalarga ulasak, mana qayerga ko'rsatyaptilar. Sinmaydi ko'mganingizda. Agar pastdan ulasangiz sinib qolishi mumkin, tuproq bilan ko'mganimizda. Shuning uchun mana teparoqdan ulaganmiz. Kamida 70 sm teparoqdan ulaymiz. Shunda yaxshi bo'ladi. Mana asosan buni ulaganimizda xuddi mevalarga erta bahorda iskana paymon qilgandek shaklda ulanadi bu. Uning tutishiga asosan sabablardan biri hammaning qo'lidan keladi. Ulaganimizdan keyin mana bu tagini sug'orib yuborishimiz kerak. Tagi nam holatda tursa, tutishi 100% bo'ladi. Effekti yaxshi bo'ladi. Shuning uchun ham sizlarga tavsiya qilamiz. Ko'kka ko'k ulaysizlarmi, qoraga qora novda ulaysizlarmi? Ulaganingizdan keyin sirazi mana bu tagiga suv ochib yuborishimiz kerak. Shunda tagi nam tursa, tutishi yaxshi bo'ladi. Mana bu ham juda ham hozircha yaxshi ketyapti. Bizga like bosib, obuna bo'ling. Biz albatta xursand bo'lamiz.